Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, obunachilar. Mana bugun Samarqand mashina bozoridan bugungi videolarimizni boshladik. Bugungi videolarimiz Nexia 1, Nexia 2 haqida bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Videoga like bosinglar, obuna bo'linglar. Kimga qanaqa mashina kerak bo'lsa, fikringizni kommentariyaga qoldiring. Shunga qarab shunaqa mashinalardan chiqarishga harakat qilaman. Tepaga Instagram kanalimizdan chiqar, Instagram kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. Bo'lmasa biz boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi Nexia 1'imizni olishni boshladik. 99-yil Sonish motorlarga motor holatlari detallar bu. Yaqinlarimizni yengil Nexia 1 so'ragan obunachilarimiz uchun Nexia 1 bolalar o'rtacha holatda salon holatlari. Salon Alexaga yurgani 231 ming yurgan ekan. 230 ming yurgan salon holatlari. Mana ko'rsatayotgan. Aka, bagaj ochirasizmi? Hozir bagajlarni ham ko'rsatayotgan. Shu sherlari, yo'llagan joylari bor ekan. Shipaklab hozir qo'polganiga. Holatlar tushuntirilgan. Aka, metan ishlaydi? 80 tali ekan, metan. Kim kraska qiladi bu? Kraska bor aka. Qiladi bu. Nima aniq bilmayman. Tekshirib ko'rish kerak, ha? Necha pul berasizlar? 25 ming. 25 million. Qanchalar bo'ladi aka, naqd pul bo'lsa? Kelishamiz aka, telefon. 22 kilo bo'ladi naqd pul bo'lsa. Gaplashamiz aka. Necha pul aka taqalgan aytingiz? Shunga qarab telefon qiladi. Telefon sak. 22 kilo. Telefon nomeri ayting. 50lik. 50 003 003 370. 370 ha? Bu generaldan chiqadimi? Chiqadi aka. Generaldan chiqadi. Paket nomeri yo'q ha? Mayli aka, aloqa chiqsin. Keyingi Nexia 2 2008-yil Brad motorlarga. Motor holatlari, detallari bu. Brad bolalarni o'rtacha holatdagi bolalarni shu yozib Kuzlarga borib 4 ta balon qo'yish kerak masalan holatlari. Ba'zi yurgan ko'ramiz. Qancha yurgan ekan? Hozir yurgan qancha yurgan ekan? 240 choy yurgan ekan. Bagaj holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana bagajlar. Hozir gullagan joylar bor ekan. Aka, qaraverasizmi? Bu kraska qo'llari bor ekan. Olloh, kabel qilgan. Chap tarafini taraf. Ikki tarafdan. Ikkita tarafdan udar bo'lgan aka oldi. Bo'lgan, slehka udar bo'lgan. Usit almashmagan ha? Yo'q, hech qanaqa. Usit almashgan, lekin mana bog'lar butun. Ha, bog'lar butun ha. Necha pul bersa aka uni? 3600. Naqd pul bo'lsa qanchalar bo'ladi aka? 3200. 3000 bo'ladi naqd pul bo'lsa. 3100 da. 3100 da. Telefon nomeri ayting. 90 95 605 97 96. 97 96. Generaldan chiqadi? Chiqadi, bu narsa. Mayli aka, aloqa chiqsa. Xarajati yo'qmi? Yo'q, umuman xarajat yo'q mashina. Motorlar yaxshi ha? Mayli aka, aloqa chiqsa. Keyingi Nexia 1'imiz 2005-yil Sonish motorlarga ular tilla bash holatdagi Lux komissionier Radani mashina. Zona holatlar o'rtacha yaxshi holatdagi. Ikkita yangi, ikki farqli o'rtacha holatda. Salonlar bor. Yashil qilingan ekan chexollari. Yurgani 4 kirib ancha yurgan, 4 kirib yurgan ekan. Masalan holatlar bagajlarni ko'rsatib o'tamiz.
Bu oldiga yurgan. Tabletka propan. Holatlarni 2005-yil Lux kamsa. Aka kamsaga ishlaydimi? Ishlaydi, ha? Ishlaydi işte. Kraska qo'llari bor ekan. Kraska chap tarafga bor. Chap taraf, ha? Chopir taraf. Chopir tarafda ikki ishi gibi. Ular bo'lmagan, ha? Yo'q, yo'q, u da bo'lmagan o'zini. Yurgan tur-turiga yurgan ekan. Turib yurgan. Propanga. Nechi pul deyapsiz akami? 3,5 ming so'rayapmiz, savdosi bor. Ma'qul bo'lsa qancha? 3 dan past bo'ladimi aka? Yo'q, 3dan past bo'lmaydi. Uchta. 3dan o'tsa bo'ladi. Ishlaydi, ha? 3dan o'tsa beraman. Telefon nomeri ayting. 93lik 93lik 333 333 67 62 67 Maylarga aloqa chiqsa, generalga chiqadimi? chiqargan. Maylarga aloqa chiqsa. Keyingi Nexia 2 olish boshladi. Nexia 2 2015-yil gibrid motorlarga Lux konditsioner. Aka, konditsioner ishlaydimi? Ishlaydi, ha? Konditsioner ishlaydi. Aka, bolalar o'rtacha holatdagi salon holatlari 183 ming yurgan ekan. Salon holatlari. Aka, bu kraska qirlari bormi? Kraska toza, bagaj ochib qo'yasiz. Kraska toza. Bitmaydi bu. Benzinga ham o'sha. Benzin, ha? Bolalar charchagan ekan-da. Kraska toza. 183 ming yurgan ekan, ha? Yurgan. O'zimiz aytganmiz salondan akajon. Nechi pul deyapsiz akami? 5 ming beramiz, kelishib beramiz. Ma'qul bo'lsa qanchalar bo'ladi aka? 4,5 qilib beramiz. 4,5 ha? Generalim chiqadi, ha? Aha. Pickup barter? Yo'q. Naqdga, ha? Naqdga Telefon nomeri ayting. 90lik 90lik 224 224 38 39. 38 39 Maylarga aloqa chiqsa. Keyingi Nexia 1imiz 97-yil Lux konditsioner. Metallari bu. Konditsionerni remont qilish kerak ekan. Motor holatlari. Bolalar o'rtacha holatdagi to'rtalab salon holatlari. Aka, bu qancha yurganmi? 3 kurup yurgan ekan. Salon holatlari. Radna chihor. Aka, bagaj ochib qo'yasizmi? Hozir orqa holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Arka holatlar, metallar. 80 tali metallar bor ekan, arkalar. Chaygan joylar bor. Bo'laversa mashina deb qoladi. Pul yengil. So'ralar o'rnatilamiz uchun. 80-chi. Aka, bu kraska tanlab asfalt bo'lgan, ha? Udari yo'q. Udari yo'q aka. Almashgan joylari yo'q. Ko'rsatuvlar butunmi? Butun, hamma narsa o'ziniki aka. Nima xarajatlar bor aka? Xarajat yo'q aka. Olasiz bundan. Generalni chiqadi, ha? Yangi chiqadi 100 talik. Nechi pul? 26 million deb gaplashamiz aka. Ma'qul bo'lsa qanchalar bo'ladi aka? Ma'qul bo'lsa. Naq bo'lsa 22 lik gaplashamiz. 22 ha? Telefon nomeri ayting. 70lik 055 001. 1101 Mayli aka, aloqa chiqsa. Keyingi Nexia 1imiz 2005-yil Sonis motorlarga Lux konditsioner, metallar bu. Va motor holatlari 2005-yil oq Sovetga. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Salonlarda yaxshi holatdagi radnochi hollar, uzunchi hollarda yurgani 3 kurup yurgan ekan. Avvalo qaratilgani shunga ko'rish nima bo'ldi, qiyin bo'ldi. Hozir bagajlarni ko'rsatib o'tamiz. 2005-yil Nexia 1 arka holatlari. Hozir gullagan joylar bor ekan. Kim radnoy deyapti mashina. Bolalari ham o'rtacha holatdagi. Shu 1-2 cho'g'rada yana balon qo'yishdi. Aka, bu kraska qiladi bormi?
Kapot kirlicha bitma bu. Ha, kapot kirilar bitma bu ha. Şey bitmagan ha. Qaysi tarafga aka? Shu tarafga. Shu yerga. Necha pul deyapsiz aka buni? Shu 800 aka. 3800. Naqd pul bo'lsa qanchalar bo'lar aka? Kelishamiz aka. Charni bilan. Yo'q aka berma. 3600. 600 bo'lsa beraman. 3600. Ha, telefon nomeri ayting. 95lik 95lik 237 237 21 21 27. 21 27. Mayli aka, aloqa chiqsa. Bemalol chiqadi ha. Shunday. Taklit bo'lmaydi, yo'q, xarajat yo'q. Yo'q. Bu kansani ishlaydimi? Любой joy ishlaydi mashina. Kansani ishlaydi ha. Mayli aka, aloqa chiqsa. Ya'ni Keyingi Nexia birimiz 2004-yil. Molosniy svet. So'nish motorlarga metallar bu. Motor holatlar. Aka, bu xarajat yo'qmi? Yo'q. Minish kerak, bolalarni o'rtacha holatda ekan. Salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Bu prosto. Prosto ekan. Bu aka, gidrolika bu ha? Ya prosto. Prosto ya. Yozlarni ko'rsatib o'tamiz. Aka, bu kraska xillari bormi? Kraska toza. Bitmaydi bu. Hozir gurlagan bo'ladi. Hadlar javob bilan kelamiz. Aka, siz nechinchi qo'lsiz bu? Ikkinchi qo'l ha? Kraska toza. Toza. Bitmaydi yo'q. Yo'q. Necha pul deyapsiz aka buni? 30 million. 30 million. Naqd pul bo'lsa qanchalar bo'ladi aka? 30 lar bo'ladi. Bilmayman. Ha? Yo'q. 30 pul taqalgan ha? Yo'q, bir bilo o'taman. 30 lar. Bemirali ham chiqadimi? Yo'q, oformlana qiladi. Ahamlardan. Telefon nomeri aytasiz? 90 90 101 101 77 77 77 97. Mayli aka, aloqa chiqsa. Yoki bitmaymi yo'q ha? Yo'q. Keyingi Nexia 2009-yil. Telefon svetlarga mashina. Motor holatlari, metallar bu 1.6. Akkumulyatorlar yangi ekan. Bolalari yaxshi, 14 lik bolalar yangi qo'yilgan ekan. 4 tala bola yangi ekan, fast. Salon holatlari. Tonirovkalar bor ekan. Tonirovkalar o'rtasini so'raymiz. Agar bu qancha yurgan bu? Qancha yurgan? 180 ming yurgan ekan. Arka holatlar bor. Bagaj holatlar bor. Model gullangan joylar bor. Ichiriganlar kamroq ekan. Nomerim bilan chiqqan nomerlardan ekan. Ana shunaqa nomerlar chiqqan. Kichkina. Menimcha anchadan beri akamiz aytyaptilar. Ikki qaraverasizmi? Evet. Bu kraska xillari bor ekan? Kraska mana bu krılosda bor. Ha. Oldi krılosda, orqa eshigida bor. Udalmagan ha? Ichiga o'tmagan. Bu ta'mirotga qancha ruxsat aka? Tayyorlikda ustasi tugagan. Tugagan ha, joyigacha. Endi ish tashlash kerak tayyorlikda. Ha. To'rtta ballonlari yaxshi, motor qadoyida ishi yo'q. 3,5 ming orqali o'tib beramiz aka. Yaxshi Naqd pul bo'lsa 3 lar bilan. gaplashamiz. 3 ming demak, hay o'tib beramiz. 3,5 ming o'tib beramiz. 3,5 ming qo'yib o'tib beramiz. Yaxshi O'tib berasiz, ha? o'tib beramiz. General ham chiqadi ha? General ham bo'ladi. Boshqa o'z nomimizga. Telefon nomeri ayting. Telefon nomer Yaxshi. beraman. Telefon nomer 99lik 99 554 554 04 50. 04 50. Mayli aka, aloqa chiqsa. Keyingi mashinamiz Nexia 2008-yil. Metalika svet. So'nggi motorlarga mana. So'nggi hibrid. Metallar bu. Bolalar o'rtacha holatdagi bolalar bor. Salon holatlar. Prosto. Yurgani, hozir ko'ramiz, yurgani qancha ekan.
Kerak yurgan ekan. Masalan holatlari. Bagajlarni ko'rsatib o'tamiz. Nexia 2 qiziqarli obunachilarimiz uchun. Nexia 2. Bunlar arka holatlarni. Bunlar arka holatlar. Az kraskasini suramiz. Ha. Keling, yapolmayapman-da. Aka qarayapsiz. Kraska yerlarda ko'rasiz? Kraska mana bu orqa eshigida bor, orqa krilosida bor. Keyin mana bu eshiklarning tagida zanglagan joyi bo'ladi. Ha, gullagan joylari bor. Mana shu yerlari Bu generalni chiqadi. generalni bo'ladi. Narx qancha aka buni? Bu narxi 3400 debmiz. Yaxshi inson bo'lsa o'zimiz o'tib beramiz. Shularni nafas bo'ladimi aka? Ha, o'tib beramiz aka. 3,5 dan o'tib beramiz. Telefon nomeri ayting. 95lik 839 1119. Mayli aka, aloqaga chiqishadi. Mana Menga Nexia birimiz. Aka, yili. Aka, bu yili necha buni? Biroq motorlarga 2003-yil. Talla, yapangi mashina. Bular chajigini ekan, bitta bilan qo'yish kerak. Masalan holatlari. 2003-yil hujjat registratorlari bu. Salonlar yaxshi ekan. Yurgani, aka bu qancha yurgani? yurgan aka. Yurgani. Yurgan. 3 kilo yurgan ha. Bagaj ochurasizmi? Orqasini ko'rsatib o'tadi. Pultda o'yda qolgan pultda ochiladi. Ha. Pultda ha. Kraska qiladi aka buni. Kraska bo'lgan bir 30% joyda ayboz 4 ta balon qo'yish kerak. To'rtta bilan qo'yish kerak. Xarajatchi ha. Salonlari yaxshi. Motor qadovilari zo'r. 2003-yil propan gazi bor. Mana chiqadi, general chiqadi bunga. Buni afon qilish kerak-da, Qilish kerak. Afon qilish kerak. Afon ozmoz o'tib beramiz mana 2600 deb biz o'tib beramiz. Afon qilsa bir 2000 lar bilan aka naql bo'lsa. gaplashamiz aka, jo'ng Telefon nomeri ayting. 99lik 554 0450. Mayli aka, aloqaga chiqsin.